Prezidentimiz tomonidan 2026-yilda amalga oshirilishi belgilangan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalishdan 4-inchisi kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish. Mazkur yo'nalish doirasida yoshlarni kasbga yo'naltirish, ularning qiziqish va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Bu borada joylarda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar, jumladan ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuni tadbirlari yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda. 3 tumanidagi 4-son texnikumida maktab o'quvchilari hamda bitiruvchilari uchun tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni tadbirda tumandagi umumta'lim maktablardan 500 nafarga yaqin o'quvchi ishtirok etib, yaratilgan shart-sharoitlar, o'quv jarayoni hamda kasb-hunar yo'nalishlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldi. Texnikum 720 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda bu yerda 469 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Tadbir avvalda faxriy o'quvchilar va texnikum rahbariyati tomonidan bugungi kunda kasb-hunar ta'limini rivojlantirish, yoshlarni mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis etib tayyorlash dolzarb vazifa ekani alohida ta'kidlandi. Ta'lim maskanida jami 8 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Xususan, umumiy qurilish, arxitektura, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, energetika, tikuvchilik kabi yo'nalishlar bugungi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar sirasiga kiradi. Tadbir davomida o'quvchilar ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan ochiq darslarda ishtirok etib, o'quv jarayonining bevosita guvohiga aylandilar. Shuningdek, ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob oldilar. Hududimizda joylashgan 4-son texnikumiga ochiq eshiklar kuni va kasblar festivaliga tashrif buyurdik. Bu yerdagi shart va sharoitlar bilan tanishib chiqdik. Payvandchilik, mebel sohasi, mashinasozlik, qizlarimiz uchun tikuvchilik, pazandachilik, har xil yo'nalishlar bor ekan. Kelgusi yilda ixtisos yo'nalishi bo'yicha shu yerda o'qimoqchiman. Texnikumda dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilar nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham ishlab chiqarish jarayonida egallash imkoniga ega. 2025-yilda texnikumning 76 nafar bitiruvchisining bandligi ta'minlangan bo'lsa, aksariyat o'quvchilar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Men 3 tuman 4-sonli texnikumining tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha birinchi bosqich talabasiman. Men bu yerda 1 yil davomida o'zimga kerakli bilimlarni amaliy nazariy tarzda o'qituvchilardan oldim. O'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha ishladik, korxonalarda ham ish yuritdik, amaliy nazariy tarzda ancha yutuqlarga erishdim. Texnikumimizni afzal tomonlari shundaki, 2 yil davomida oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'limni shu birinchi kursda o'tiladigan fanlarda o'tiladi. Natijada 2-kursni tamomlagandan keyin to'plagan bolalar orqali o'qigan yo'nalishlar kasblari bo'yicha oliy ta'lim yo'nalishlariga suhbat asosida qabul qilinadi. Mana 2024-25 o'quv yilida ham shu o'quvchilarimizdan 76 nafar bo'lgan bo'lsa, shundan 96% bandligi ta'minlangan. Bu yilgi bitiruvchilarimizda ham maqsadimiz shundayki, kelajakda shu o'quvchilarimizni o'z mutaxassis bo'yicha yetakchi kadr bo'luvchilarni ta'minlash uchun maqsad qilganmiz. E'tiborlisi, texnikumda 2026-2027 o'quv yilida hudud driverdan kelib chiqib, metallarga ishlov berish va payvandlash yo'nalishi bo'yicha kichik sanoat zonasi tashkil etish rejalashtirilgan. Bugun kasb tanlayotgan yosh ertangi taraqqiyot bunyodkori, uning qo'lida nafaqat shaxsiy taqdir, balki jamiyat kelajagi ham mujassam. Shu bois yaratilayotgan imkoniyatlar, tashkil etilayotgan bunday tadbirlar har bir yigit qizni o'z yo'lini topishga, orzularini aniq maqsadga aylantirishga undaydi.